Seni qiladigan vazifang g'ildirakli toshni aylantirishdan iborat. Kunlik normani bajarish kerak. Bajarilmagan yuklama uchun jazolanasan. Bir marta aylantirilganda 1 ochko olasan. Kunlik normani bajar. Bo'ldi, televizorni o'chirdim. Televizor ko'rarman, zerikdi odam. To'g'risini aytsam, borku juda ham ko'p ko'rardim. Bir 2 soatdan beri televizor ko'rib o'tiribman-da, borib. Shuncha ish bekorga qolib ketyapti. Bu yerdan mashinani kaliti va telefonni olaman. Xo'sh, kompyuterdagi ishlar juda ham ajoyib ketyapti va juda ham yaxshi. Faqat juda ham kam odam obuna bo'lib ko'ryapti ekanda videolarni. Bu juda ham yomon, to'g'risini aytsam. Albatta, hayo barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Notrik va bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Albatta, videomizni boshida like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki bu men uchun juda ham muhim, to'g'risini aytsam. Obuna bo'lishni albatta unutmanglar, chunki bu juda ham muhim va juda ham kamchilik obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan videolarni. O'shaning uchun, ya'ni ko'pchilik deganim, kamchilik esa obuna bo'lib ko'ryapti ekan. Shuni to'g'rilashimiz kerak obunachilar. Shunchaki obuna, like bo'ldi. Bosgan bo'lsanglar rahmat. Agrodagi ishlarni qilamiz har doimgidek, juda ham ajoyib va bugun bir ikkita mol qo'ylarni boshqa katakka o'tkazish kerak aytishlari bo'yicha. O'shaning uchun ana shu narsalarni bugun qilamiz obunachilar. Xo'p, mana bularni olamiz. Yaxshi, juda ham ajoyib. Xo'p, telefon bo'lyaptimi? Jita telefon qilyapti. Alo, Jitil, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Jamol, nima gap? Nima gap, Notrik, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimi? Nima gaplar? Qalaysan? Nimalar qilyapsan? Bu nima? Tinchlikmi chiqib, obeddan telefon qilyapsan? Soat 1:30 bo'lsa ham ovqat payti yo ovqatga chaqirmoqchimisan meni? Yo'q, unaqa emas. Qanaqa? Yo'q, yangi mashinami qishloqda? Ana shuni aytmoqchi edim, yangi chol ko'chib kelibdi. Yangi chol? Ha, chol, yangi chol ko'chib kelibdi qishloqqa. Yo'q, qanaqa gap bo'ldi bu yangi chol ko'chib kelibdi? Ko'rsang bilasan, xullas, bo'pti, men chaqirib qolishdi. Mayli, bo'pti. Yangi chol ko'chib kelibdi deydi obunachilar. Nima deyapti bular? Tushunmayman. Lekin mana bu mashinani qaranglar. Yo'q, qanaqa mashina bu? Mayli, hozir biz mashinamizni olib boramiz, chunki kerak bo'lishi mumkin. Ish qilamiz-ku bugun, to'g'rimi? Albatta ish qilamiz. Xo'p, sekin mashinadan pastga tushamiz unda. Yaxshi, juda ham ajoyib obunachilar. Hop, yo'q, kim mashinasi bo'ldi yana? Yo'q, g'alati joyga qo'yibdi, kimniki bo'lsa ham obunachilar. Mayli, boyagi yangi cholnikimi deyman-da. Mayli, hozir ko'ramiz. Cholni shuncha mashinasi bor. Nomerni qaranglar. Bu adashmasam yo Yevropa yo Turkiyaniki. Bu Yevropaniki bu. Yevropa nomer. Yo'q, shahardan kelibdi obunachilar. Nima deysizlar endi? Vashi dahshatku. Hozir chaqiramiz, qani. Kimdir bormi? Assalomu alaykum, bobo, yaxshimisiz? Va alaykum salom, yaxshimisan? Nima gap? Charchamayapsizmi? Qarang, mana bu mashina sizgimi? Nima deb o'ylaysan o'zing? Qo'yniki bo'lmaydi-ku, menikida. Sizga bo'lsa yaxshi. Mashina o'tib keta olmayapti-da. Qaysi mashinani? Shaldira qaravami? 069. Shu ham mashinami? Endi mashina, biz uchun mashina yurib turibdi-ku, mana nimasi shaldira qarava, mana Toyota bo'lsa mana 069 yangi mashina. Yo'q, menikini oldida shaldira qaravada prosta. Mayli, mashinangizni olib tura olasizmi? Ukam, qarochi meni vaqtim yo'qda eshitgan, ukam deymanmi, sen nabiram deymanmi? Qara. Hozir o'zing chekkaga olib qo'ysang, agar 1 gram ursang, rasvoying chiqaraman. Bo'ldi, o'zim nimaga men o'zingiz olmaysizmi? Yo'q, bir ikkita ishlarim bor, shoshilayapman, tushunyapsan? Sandiqqa kirib keyin pul olsang bo'ladi, bemalol. Bir ikkita ishim bor, o'shani qilib bersang agar. Bo'ldi, qilib beraman, qanaqa ish? Mana bu qo'y, mana bu narsalarni borib buzib tashlashing kerak. Kerak emas menga, tushunyapsan? Qo'ylarni ham olib ketaver, tekinga senga. Pul ham beraman yana ishlaganing uchun. Yo'q-e. Bo'pti, brat, ishga men chaqirishyapti. Men trading qilyapman. Davay, charchama, uyga ketdim. Mayli. Yaxshi obunachilar, yo'q, mashina qaranglar. Yo'q. Vashi dahshat, bu Porsche obunachilar. Adashmasam elektromobil-ku bu, to'g'rimi? Elektromobil bo'lishi kerak. Yo'q, mashina salonni qaranglar. Vashi dahshat. Mayli, hozir men bilan merga berib chiqamiz. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Alaykum salom, Notrik, yaxshimisan? Xush kelibsan. Rahmat, yaxshimisiz? Mana bularni olib qo'ying sog'liqlarni. Bo'ldi, yaxshi, juda ham zo'r. Bo'pti, mayli, men ketdim. Qayerga? Bir ikkita ishlar bor edi. Yangi chol ko'chib ketdi, ko'rding? Ko'rdim. Bo'pti, sari shu. Mayli, bo'pti, xo'p. Yo'q, obunachilar, men bilan buzib tashlash kerak dedimi? Bo'ldi, buzib tashlaymiz. Undan oldin men mashinasini qayerga olib tursak bo'lar ekan? Mana bu yoqqa olib tursak, adashmasam normal bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun hozir o'zimizning mashinani hamda ochamizda, hamda orqa-orqa haydaymiz sekin. Lekin haqiqatan ham shaldira qarava. Qaranglar, bu sekin zavod bo'lishini, shunaqa ham sekin zavod bo'ladimi mashina oxiri? Bo'ldi, mana shu yerga qo'yib turamiz. Ammo lekin ana
tog'ani ham gapi to'g'ri bir tarafdan ishoninglar. Mashinani ovozini qaranglar, xunukligini, lekin men mashinani hozir haydab ko'ramiz, qanaqaligini ko'ramiz obunachilar bitta haydab ko'ramiz qarang. Yo-mayo. Elektromobilmisa elektromobil-ku bu. Bo'l, sekin urmasdan dedi-yu, to'g'rimi? Urmasdan haydaymiz endi obunachilar, sekin. Yaxshi. Yo, mashinani qaranglar, Vashshi dahshat mashina ekan, lekin tezligi ham nerealniy obunachilar. Bitta gaz bossa, vashshi tezlashib ketyapti mashina. Abon qaranglar, bo'ldi. Mana shu yerga qo'yamiz. Ortiqcha haydamaylik-da, cho'ta. Mana shu tezlik qo'rqityapti odamni. Boboni chaqiraylikchi, men bularni qayerga olib borsam ekan? Bobo, uydamisiz? Uydasiz-ku. Qarab oring, bitta qarab oring, bitta gap bor, bobo. Yo-mayo. Bobo, qarab oring, Yo-mayo. Nima qilyapsan, mencha vahima qilasan, yo-mayo, asabi-subi. Yo'q, qarang, qarang, mashinangizni olib qo'ydim, bu yoqqa. Obbo, endi yosh bolaning orqasida yurishim qoladi. Qarang, mana mashinangizni bu yoqqa olib qo'ydim. Men bu hamma joyda buzlashim, men tepadagilari bilan. Buzasan-da, mol bo'lmagandan keyin o'zing mol bo'lmaysan-ku. Yo'q, endi adashib ketdi. So'rab olyapman-da endi. Yo'q, qarang, shunaqa. Agar xalaqit qilsam, u mashinani ham pastga olib qo'y, rasvo bo'lmasin. Bo'ldi. Nomerni qanchaga olgansiz? Shuni bilamanki, seni uyingdan ham, mashinangdan ham qimmat. Mayli, bo'pti. Buzlashavering bular. Deyapman-ku. Mayli, bo'pti. Uyingizga kiravering, bo'pti. Yosh bola. Yo'qmi, obunachilar, shu o'ziga ketyapti. Bobo pul bor ekan-da. Mayli, men bilan olamiz, obunachilar. Yaxshi. Bu lopatkani ham olamiz. Juda ham ajoyib. Endi borib ishlar qilamiz. Yo'q, men Porsche olmayapti, lekin menga ishoninglar. Mayli, men mashinani pastga olib qo'yamiz yoki tursinmi-kana. Adashmasam tursa ham bo'ladi. Hech qanaqa xalaqit qilmaydi-ku, tepasida narsa yo'q-ku buni. Hop, mana bu tarafdan buzishni boshlaymiz. Unda mana bu Bobo, qarab oring. Boboy. Qarab oring. Yo'q-mayo. Nima deyapsan? Mana bu tuxumlar sizga kerak bo'lar. Sen izolyatsiya qilyapsan, to'g'risini ayt. Yo'q, uyingizga kiravering. Shunchaki o'yga yordingizmi? Bitta tishim kuchli-da. Mayli, xo'p. Yo'q-mayo, men tovuqlarni ko'tarish kerak edi, obunachilar. Qayergadir olib borish kerak. Qayerga olib borsa ekan, mayli, bironta joy ulab ko'rish kerak. Davaychi, nargi tarafdagi, mana bu tarafdagi olib boramiz. Yuringlar-da, hozir ko'rsam men sizlarga obunachilar. Ya'ni mana bu tarafda ham bitta uy bor bilsanglar agar, mana shu yerda ham narsalar boqadi bular. Hammasi mana bu yoqqa qo'shib yuborsak, hech bola qilmasa kerak, bir-birini o'ldirib qo'ymasa kerak, to'g'rimi? To'g'ri obunachilar. Bu qo'yni olamiz, cho'milyapti ekan. Cho'milmaysa endi qo'y, sen endi bu tarafda cho'milasan, mana suvga solib beraman seni hozir. Mana qo'y, mana cho'mil mana. Senga zo'r. Qo'ylar nima gap? Yo'q, qo'ylar bilan gaplashyapman obunachilar. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Bu juda ham muhim, to'g'risini aytsam, obuna bo'lish esdan chiqmasin albatta. Like bosib, obuna bo'linglar. Bunga qo'lim yetmayapti. Bobom o'tirishini qara, treyning qilib o'tiribdimi, yo'qmi-yo'q. Mayli, endi ishimizni qilaveramiz biz obunachilar. Qo'ylarni mana bu yoqqa qo'yamiz. Juda ham yaxshi. Hop, qani mana bu yoqqa buni, yaxshi mana bunda. Hop, mana shu boboni uyiga kirgizib yuboraymi-kan? Yo'q, qo'yinglar obunachilar, ortiqcha muammo kerak emas. Mana shu hozir baqirchar qilib tasharkan o'zi, bitta narsaga men qarada endi nima deysan, asabiylashganda endi. Yoshi o'tyapti-ku endi, nima deysan? Yoshi o'tib bo'lgan o'zi obunachilar, nima deyman endi. Hop, buni ham joyiga qo'y. Yo'q, tush, unaqa qilmaylar. Bo'ldi, yaxshi. Juda ham ajoyib. Hop, endi mana bu yoqqa sekin kelib, mana bu molni ham olamiz. Yana nechta mol bor ekan bu uyda? Yo'qmi? Yana ikkita mol bor ekan. Shunaqa ham ko'p mol bo'ladimi, yo'qmi? O'zi toshsa bo'lmasmikan, nima menga bu yerda, lekin pul beraman dedi obunachilar. Pul olamiz hozir mana shu qilgan ishimiz uchun. Ancha pul olaman albatta. Sizlar ungacha like bosib, obuna bo'linglar. Nima deysizlar, qancha pul beradi deb o'ylaysizlar? Kommentga yozib qoldiringlar. Hop, nimaga o'zi qishloqqa ko'chib kelgan, buni ham bilsanglar agar yoki taxmin qilib kommentga yozib qoldiringlar obunachilar. Bu men uchun juda ham qiziq, to'g'risini aytsam. Hop, mana bularni ham bu yoqqa qo'yamiz. Juda ham ajoyib va yaxshi. Lekin yomon yugurib ish qilyapman, sakrab chunki juda ham shoshilyapman. Nimaga desanglar, juda ham ko'p pul olishni xohlayapman. Mana bu somonlarni borib hammasini olib ketamizmi-kan? Shuni ham so'rash kerak. Somonlarni agar olib ket desam, mana bu yoqqa qo'yib yuboramiz obunachilar hozir. Mana molni ham tashab kelsak, keyin so'raymiz. Hop. Bunda yaxshi, juda ham ajoyib. Hozir yana chaqiramiz boboni endi. Hop, qani. Bobo. Qarab oring. Mana buni bunday qilamiz. Yaxshi, juda ham ajoyib. Nima deysan? Qarang, bu yoqqa keling. Obbo, bunaqa joylarga kirmasam-da. Yo'q, mashinadan gapirar. Bo'pti, mana bular bor-ku somonlar. Bularni ham olib tashlaymi? Olib tashlaysan-da, buzayibsan-ku, yo'qmi, qana kallang ishlamagan bolasan. Mayli, men suvlarni-chi. Ichmaysizmi bodo? Nima deyapsan? Men mashinadan ichadigan o'xshayapman. Boray qolay, uyga ketdim meni. O'zi bitta tishim bor, shu bilan ham qiynaysanlar, bilmayman. Mayli, bo'pti. Xo'p, ortiqcha gapirmam-ku, bunachilar asab qiladi bu. Mayli, tepadagilarni buzib chiqish kerak endi. Bularni buzib chiqish azob, to'g'risini aytsam, bittalab mana shunaqa buzib chiqish kerak.
Albatta sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar bu tezroq bo'ladi deb o'ylayman nimagadir. Chunki men uchun motivatsiya bo'ladi, tezroq bosib tashlayman. Qaranglar. Yo'q, nima chiqyapti? Qani. Ayo, yaxshi, normal. Xo'p, hozir mana bularni ham buzamiz. Albatta, obunachilar qaranglar, hozir fokus bo'ladi. Albatta sizlar like bosib obuna bo'lsanglar, hozir qo'limdagi narsa sehrlanib qoladi. Albatta sizlarga 5 sekund vaqt beraman. Davay. Like bosib obuna bo'linglar. Nima deyapsan, ishingni qil. Ha, to'xtab turing, men YouTube'ga video olyapman, baba. Bo'g'ini. Ha, bo'ldi. Albatta like bosinglar, obuna bo'ldinglar. Unda 1, 2, 3 obunachilar. Mana buni qaranglar. Yo, effektingiz 5 bo'lib qoldi. Endi tez buzadimi? Da obunachilar, mana bu qaranglar, oldinga qaraganda ancha tez buzyapti. Yo'q, sen qishloqda bolasi emas, fokuschi ekansan-ku. Ha, endi nima deysiz endi? Meni ham pullarimni ko'paytirib bera olasanmi? Ha, yo'q, unaqa narsaga lekin fokusim ishlamaydi. Lo'q ekansan unda. Ha, yo'q, nima deyapti? Lo'q bo'qitib tashyapti obunachilar. Mayli, yoshi katta, namaymiz. Agar yoshi men bilan teng bo'lganda yo'qmi urardim. Nima deysan? Ha, yo'q, hech narsa. Buncha qulog'i shunaqa ham zo'r eshitadi. Qarayapsiz, qulog'ingiz eshitmaslik kerak-ku. Qarayotibman, borgin yo'qolgini ishingni qil. Ha, bo'pti. Xo'p, buncha urishasiz yo'qmi obunachilar. Albatta, like bosib obuna bo'lganlar uchun rahmat. Obuna bo'lib like bosmaganlar esa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, men ishlarni tezroq qilishimiz kerak. Yo'qmi, asabim buzilyapti, lekin men bu boboycha o'zidan nimadirlar yasab olgan. To'g'risi, vaqti yo'qmayapti, lekin men sizlarga aytsam, mayli, bularni tezda qilib tashaveramiz obunachilar. Hop, mana bunday. Yaxshi, juda ham ajoyib, juda ham zo'r va deyarli tugab qoldi. Malatsi. Qo'lingdagi narsa zo'r ekan lekin. Ha, bilaman zo'rligini. Bo'pti, davay, ishla tez. Ha, bo'pti. Hop. Ha. Uyingizda loy topilmaydimi? Nima deysan? Loy. Bor yo'qolay, qanaqa loy? Nimaga loy kerak? Mana bu suvni yopish kerak-ku. Ichib olgan ukam. Hazillashyapsiz, siz tushunmadim. Mana shu o'zidan ketyapti. Boboychan kirib urib tashlaymikan-a? Unaqa qilamiz obunachilar. Politsiyaga yozib bersa yomon bo'ladi. O'shaning uchun qaranglar, mana uyimizga kelamizda. Hop, mana buni tepaga olib turib, mana buni olamiz. Mana shu bilan biz anchagina samonlarni tezroq olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, mana bu tarafda esa ham buzlashimiz mana bunday qilib. Mana bular tez buzilar ekan, lekin mana bu tepasidagilar tez sekin buzilar ekan, juda ham obunachilar. Hop, mana bunday. Juda ham yaxshi. Juda ham ajoyib. Hop, papalam. Ure, yana $500,000 ko'tardim. Yo'qmi, $500,000 ko'tardim deydimi? Vashi kayf qilyapman, borku vashi zo'r bo'lib ketyapti hayotim. Yomon, lekin hayotim qarayotganim yomon bo'lyapti-da. Shuncha pulim bor-ku. Kimga tashib ketaman shuncha pulni? Yo'qmi, obunachilar kimga tashib ketaman deydimi? O'tirishni qarab bobojon, yoniga radiochi qo'yib olgan, kompyuter o'ynab o'tiribman qaranglar. Vashi boyib ketyapman. Ali o'rtoq, qalaysan, yaxshimisan? Shokir, nima gap? Tinchmisan? Yaxshi. Qayerdasan? Bir Maldiv orollariga borib kelmaymizmi ertaga? Bo'ynimdagi oltin o'g'irlik qilyapti-da. Kattarog'idan olish kerak, yana ham kuchliroq bo'lamanmi deyman-da. Vashi boyib ketyapman-ku, bilasan o'zing endi. Vashi eplab bo'lmayapti. Hozir kartanga qancha kerak? $2 million bo'ldi, qo'z tashab qo'yaman o'rtoq. Addushi Shokir, joning sog' bo'lsin. Yaxshi. Yo'qmi, obunachilar vashi boy-ku bu. Vashi boy-ku. Slishkim boy-ku bu. $2 million prosta kartanga tashab qo'yaman deyaptimi? Yo'qmi, shunaqa ham boy bo'lish mumkinmi odam? Mayli, agorot xosimmikan, yo'qmi, shuni ham so'rash kerak. Bobo, qarab oring, yo'qmi, shunaqa ham ezma boboy bo'lasizmi? Hop, mana buni qo'yib qo'yamiz. Bobo, qarab oring ko'chaga. Hop, buni qo'yib qo'yamiz. Qani chaqirib qo'yib. Orqa tarafga o'tingmi deysiz, u yoqqa qarang. Nima deysan, bratishka? Qarab qarang-da, agorotingizni olib tashlaymi yo'qmi? Agorotim nima? Senga kerakmi? Menga sizning isqirt agorotingiz kerak emas. Nima deysan? Yo'q, kerak emas deyman. Kerak emas bo'lsa, bironta jitilga kerakdir-a. Bilmadim, menga ham $2 million berib turmaysizmi? Voy, tushunursiz, sen gapimni eshitibsanmi hali? Yo'qmi, sen iploscha. Yo'q, unaqa qilganim yo'q. Politsiyaga aytaman seni. Yo'q, unaqa qilmang, hazil-ku endi, hazil-ku. Bo'pti, nima qilish kerak deding? Qaroch, mana bu qarang, suvlarni birinchi yopish kerak, keyin mana bu yerda qolib ketibdi. Yo'qmi, mol suvga ham tushib qo'yasan ukam. Pul olyapman-ku endi. Mana bu agorotni nima qilyapti? Tashlab o'tirsinmi deyman. Bu agorotmi? Bu agorot. Olib tasha, mayli, mashinam qo'yaman. Olib tashlang buni ham. Olib tasha, bratishka, bosib tasha. Bo'ldi, rahmat. Hop, charchamang, uyingizga kiravering, bo'ldi, ishingiz qolmadi sizga. Yo'qmi, bratishka, bo'pti. Yo'qmi, vashi o'zida nimadirlar yasab olgan, obunachilar, mayli. Mana bu narsalarni bu yoqqa qo'yamiz, obunachilar, vashi cho'tga chiqyapti. Va mana bunday juda ham ajoyib. Obunachilar, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar o'z fikrlaringizni va videoga like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p. Endi mana bu agorotni ham buzish kerak ekan, mayli buzib tashlasak buzamiz-da.
Bizlar nimaga to'g'rimi? Mana buni yaxshilab buzish kerak faqat. Hop, mana buni yaxshilab buzamiz. Yaxshi mana shuncha qolsa, hop, bu yoqni ham buzamiz. Mana shuni qilib va ajoyib. Hop, suv qayerdan o'tgan ekan ha? Buni qiziqda menga. Mana bu yerdan o'tganmi deyman ha? Da, mana shundan o'tgan ekan. Mayli, birinchi огородdagi narsalarni olamiz. Hozir birinchi zudlik bilan keyin daraxtlarni buzamiz. Daraxt kerak emas albatta. Yo'q-yo'q. Shunisi g'orga tushib ketdim qanaqadir o'g'lichilar. Tez chiqish kerak bu yerdan. Mana bunday. Bo'ldi, obunachilar yaxshi. To'xtanglar, lekin bir tarafdan mana shu g'orga tushganimiz yaxshi bo'ldi. Mana bunaqa loylar buzib olamiz, ortiqcha loylar. Tepaga ishlatishimiz kerak kerak bo'ladi, qaranglar mana. Bu cho'tki kallam ishlaydi-ku obunachilar. Nima deysizlar endi? Vashi zo'r ishlab ekanlar. Albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar dushi. Hop, mana va bo'ldi obunachilar. Endi mana cho'tki bo'lib ketadi, hayot qarab turinglar. Mana bunday qilamiz. Hop, mana bu eski огородdan bilan buzamiz. Yaxshi, ajoyib, juda ham zo'r. Va mana bu yerda ham yopamiz. Bu yerda ham teshik ekan, yo'qmi-yo'q. Ehtiyoj bo'lish kerak. Shu boboy chaqirib tushirib yuboraymi ekan obunachilar, nima deysizlar? Yo, unaqa qilmay qo'yaveraymi ekan? Mayli, unaqa qilmaymiz. Chol baribir endi. Qiynalib qolmasin endi qo'yinglar, unaqa qilmaymiz. Mayli, bo'pti, bolalar. Mana buni bu yoqqa qo'yamiz. Yaxshi, ajoyib. Endi buni bu yoqqa va yana mana bularni ham yopib tashlaymizda, juda ham ajoyib. Voy, yomon boyib ketyapman, eplab bo'lmayapti. Nima qarayapsan, ishingni qil. Ha, bo'ldi, unadimang, bo'ldi, hozir qilayapman ishimni. Bo'ldi, yaxshi. Endi mana bu yoqlarni topib kelish kerak obunachilar. Qo'y, yaxshi, mana oxirgisini ham qo'yib oldim obunachilar. Boboy ham o'tiribdimi? Boboy emasman men. Quloqim shunaqa eshitadimi? Yo'qmi-yo'q, ey, tushunursan. Bo'ldi, mashinani ham joylash kerak. Hop, mana uni sekin olib qo'yib qolamiz. O, yaxshi. Ehtiyot bo'lib qayda, tirancha. Bo'ldi. Urush tashlamay unaqa. Bo'ldi, mana cho'tki, tug'ma shopir bo'lganman. Nima deyapsiz, boboycha? Hozir zo'r bo'lib ketadi obunachilar. Hali notrek zo'r bo'ladi, cho'tki mashinalar haydaydi. O, sekin. Voy, sekin. Sekin. Bo'ldi, baba. Bitta tashqariga chiqingchi, babo, eshitayotgan bo'lsangiz meni qulog'ingizga aytdim sizga. Nima deyapsan? Yo'q, shunchaki qarangchi, mashinalaringiz yaxshimi, zo'rmi demoqchi edim-da endi. Zo'r. Hop, hozir. Mashinangiz raso qilib qo'ydim. Nimaga? Mashinangiz yurmay qoldi-yu. Yo'qmi, nima yurmaydi? Jinimsin, balon teshildi-yu, baba, balonga qarang, ey. Ko'z g'ilaymi? Voy, nima teshasan balonni? Men ataylab qilmadim, teshildi-da, men u shag'alda yonib bor ekanda endi. To'laysan pulini? Pulim yo'q buncha, baba, mana avarinkalarni yoqib qo'ydim. Baloningiz teshildi, mana qarang, mana. Behazil mana teshilgan orqa balonga qarang, mana bu balonga qarang. Sen tirancha bor, yomon nas boram ekan, bilmayman. Bor o'zingga keraklicha pul ol sandiqdan uyimdan. Men ungacha mashinaga qarab turay. Bo'pti, hop. Qani. Yo'q-mayo obunachilar. O'zim keraklicha pul mashincha. Yaxshi, men o'zini musur narsalarni solib qo'yamiz. Nima deyapsan? Yo'q, hech narsa, hammasi yaxshi. Mana bunday qilamiz. Bo'ldi mana. Baba, qanasiz? Nima gap? Qarachi, mana 2 stak oldim xolos, yaxshimi? Ko'proq olmabsan-da. Bo'ladi menga ayta. Bo'pti, davay, charchama. Bo'pti, sizga ham charchamang. Xayr. Qayerda ishlaysan o'zi? Bilmay qo'yavering siz. Bo'pti. Mashinangni qara, zavod bo'lmayapti-yu. Va. Endi kulib tashlamang unaqa. Bo'pti, xayr ukam. Bo'pti. Bu yaxshi. Yo'qmi-yo, qancha pul olding, ey? Obunachilik bilib qoldi. Ket. Uyga kirib ketamiz tezda. Bo'ldi. Albatta bugungi videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan men qisqa vaqtda notirik bo'ldim. Ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lishingizni chiqmasin. Eshit qulflab qo'yaman, bo'ldi obunachi. Kirolmaydi kelsa ham agar. Televizorim ko'raman, men davom etaman, yo'qmi-yo'q. Shuncha pulim bor zotda endi meni. Ashi zo'r.